Bu kortizol oshib ketganda. Hattoki bu ham kortizol oshib ketganda. Bu belgilar bilan sani organizming kortizol gormoni oshib ketgani haqida signal beryapti. Birinchidan, yuzing dumaloq shaklga kelib qoladi, ishkanga o'xshab. Ikkinchidan, ertalab uyg'onganingda qorning xuddi kechasi bilan ovqatlangandek to'q bo'ladi. Energiya olish uchun kofedan boshlaysan kunni. Uchinchidan, kortizol va qorin, ozgina qorinchang chiqib qoladi. To'rtinchidan, soching to'kilishni boshlaydi. Beshinchisi, atoklar. Kiyimlaringdan, naskilaringdan bundoq chiziq bo'lib iz qoladi. Oltinchidan, diqqatingni bitta joyga jamlay olmaysan. Ertalab turishing bilan birinchi qiladigan ishing qo'lingga telefonni olasan. Yettinchidan, es pasayishi, ya'ni odatiy narsalar, qayerga kalitingni qo'yganing, telefoningni qo'yganing, mayda-chuda narsalar esingdan chiqib qolishni boshlaydi. Agar senda shu aytib o'tganlarimdan kamida ikkitasi kuzatilayotgan bo'lsa, opisaniyada kortizol gormonini qanaqa qilib tushirishni yozib qoldiraman.